Assalamu alaikum musulmon bir to'g'onlar, sizlar men Bozor Xabar kanalı. Bugün 20 fevral Özgün mal bozorunda yol boyida çöp bozor to'g'onlar, bilasizlar. Bugün o'ta ko'p yol tig'in çöp to'lib ketgan. Hech bunday bo'lgan emas çöpler to'g'onlar. Az balalarni bilib aytaverasiz to'g'onlar. Like bosib qo'yingizlar, to'g'onlar. Meni etib bog'lab bizde selga sizlarga xizmat qilaveraylik. Like bosingizlar, podpis etingizlar to'g'onlar. 10 ming adam ko'radi, bo'lgan 200 adam podpis etdi to'g'onlar. Like podpiska qilib qo'yingizlar. Biz esa boshlaylik to'g'onlar. To'g'onlar, O'zgunda çöp to'lib ketgan biroq. Samanlar qancha so'mdan aka? Saman 280 dan satıldı. 280 dan satıldı mı? Ha. Bedeler 360, 370 bol oda. Medeler 360. Bunlar satıldı da çöp presler qancha so'mdan aka? 330'dan de çöp presler to'g'onlar. Bozor Xabar degan kanal aka. Bozor Xabar degan. Buni beda presler aka, buni birinchi o'rin o'xshaydi. 400 so'm deydi. O'ta guldi ekan to'g'onlar. Mana 350'den berildi degan to'g'onlar. Çöpler Özgün'de buna. Caz geldi, çöpler arzandaydı. Ha, buna caz geldi, çöpler arzanda otat deydi. Adamlar hem öz aka caz zatı bir alıp satarlar, çöpte öldürdünger de o. Zayloğa gitti başta. Oo. Uylar zayloğa gitti deydi, çoğu arzan deydi toğanlar, buna oturasınlar. Aka bu sizden mi? Ha, bede sizden mi aka? Boluş kança kaç bedelerin? 350 mi? 380'di. 380'den ha? 380. Ha, жақсы. Ha, to'g'onlar qarasanglar, barini tartib ko'rsatasiz, to'lib ketgan biro. Çöp bozorda. Çöp bozorda. Aka, bunalar qancha so'mdan aka? Ha, 300 so'm. 300 so'm. Qanday pres aka bu? Tikemi? Adirdan cho'vi pres ekan to'g'onda biro. 300 so'm. Jo'ndisiz aka, jo'ndi bo'lsa qancha so'm bo'ladi? 300 so'm bo'lib turgan ha. Aka, buni qamish preslarchi? 200 so'mdan deydi to'g'onlar, bunda qamish preslar. Jazga yaqin, men barini tartib ko'rsataman bugun. Hech bunday bo'lganda çöp to'lib ketdi biroq bugun. Sezon doğudan ham ko'p deydi. Onda like basib turg'iladi to'g'onlar buni. Barcha bola çöp. Videodan tartib ko'rsatib aytaman biroq. Ko'rsatadilar. Aka, qancha so'mdan sotildi bu yerda? 360 dan sotilib turdi to'g'onlar. Beda pres. Birinchi o'rim o'xshaydi, guldi ekan. Çöp ko'rgan to'g'onlar az barin. Bilib aytib berasiz, so'rab. Aka, men saman preslar qanchadan? 250 so'm kemi bor deydi to'g'onlar. O'zgunda. Buna to'g'onlar, buni akam aytdi. Nokendan Umid degandan pres ekan, o'shaga salom aytib qo'y deydi. O'shandan olgan ekan. Buna. Nokendan Umidga. To'g'onlar buni yo'l yo'q o'tganidan. Çöp öteme oturak adam öydü. Öydü. Öte köp tuğanlarım necədən adaşıp getdim. Kaç so'mdan aka? 310'dan gel. 310'dan. Çöp pres ha? Çöp pres 310'dan. Bedeler aka? Bedeler 360 da orada. 360. Bugün sezon doğudan da köp var çöp ha? Jaz keldi, bari sataylı degen o'xshaydi adamlar şey. Tuğanlar buna. Aka, presler qanchadan bunalar? Ya bu 60 kaldı. Qancha so'mdan aka? Qancha so'mi qanchadan? 330 so'mdan deydi, adirdan shu ekan to'g'onlar. 6 lesh kaptir mana to'g'onlar. Ha to'g'onlar, saman pres sotilib ketdi 255 dan ekan. O'ta ko'p ekan biroq bugun çöp. Qancha? Uy bozorda da. Satmaysizmi to'pon? Ha to'g'onlar. O'ta ko'p to'g'onlar çöpten. Bugün at bozorida, mal bozorida. Barini tartib to'g'onlar. Ko'ringizlar to'g'onlarni, like bosib, motivatsiya berib, qo'llab deganda. Payan so'rayın dedim, o içinde de çöp var, az içinden de so'raysiz to'g'onlar. Biz men bo'lib turingizlar, yaxshi o'y fikr yozib. Payalar to'g'onlar 100 so'm kam bor ekan to'g'onlar. Shunday to'g'onlar, çöp o'ta ko'p. Bunday bo'ldi, bog'larni aytib berdik to'g'onlar, like bosib, podpis qo'yingizlar to'g'onlar. Assalomu alaykum.